Bektemir Jigar Meliqo'ziyev ko'rdingiz, raqibini texnik nokaut evaziga mag'lubiyatga uchratdi. Raqibi juda ham atletik jihatdan yetuk edi. Haqiqiy sportchi tana, juda ham baquvvat tanaga ega bo'lgan ganalik raqibini shunchaki yo'q qildi. Haqiqatan ham faqatgina Bektemirga "Ey Jigar" degan atama tushadi. Bektemirga omad va zafarlar tilaymiz. Siz esa kommentariyada yozib keting qani. Bektemir mabodo kelajakda chempion bo'lmagan taqdirda ham menimcha hurmatga loyiq bo'lgan jangchilarimizdan biri. Asosiy jangda esa Ryan Garcia Barrios ustidan va nihoyat WBC chempionlik kamarini yutib oldi. Ryan o'zini o'zi sindirib kelayotgani shu kungacha uning mahoratiga gap so'z bo'lish mumkin emas, lekin narkotik bilan bo'lgan voqealar, turli tuman ko'chaga aralashib qolishlar va mana shunday iste'doddan ayrilib qolishimizga bir vaqt qolganda o'zini yig'ib olib, chunki bu jangda Barriosning imkoniyatlarini juda ham yuqori baholayotgandi mutaxassislar, lekin Ryan o'zining kengligini yana bir bor isbotladi. Bo'lgani haqiqiy voqelik bo'ldi. Fikrlaringizni kommentariyada yozing, obuna bo'lishni unutmang avvalambor.